Ushbu elektron darvozalar Termiz tumanida joylashgan Termiz xalqaro savdo majmuasida kirish-chiqish postida joylashtirilgan. Ushbu uskunalar xalqimiz va tadbirkorlarga vaqtini tejashi va ishni samaradorligini oshirish uchun juda yaxshi xizmat qilmoqda. Postda turgan xodimlarimiz o'z yordamlarini ayashmayapti. Juda ham xushmuomala, osongina kirib chiqmoqdamiz. Havolari navbat ko'p bo'ladi. Ba'zi holatlarda soatlab kutib qolishardilar. Hozirgi elektron darvoza orqali esa soniyalar oralig'ida kirib chiqmoqdamiz. Buning uchun yurtboshimizdan minnatdormiz. Tizim yuqori aniqlikda ishlash natijasida xodimlarning o'rniga boshqa fuqarolarning o'tib ketmasligini avtomatik tarzda aniqlaydi.